ustalarda eng ko'p uchraydigan muammo tovarga to'lov qiladi-da, vaqtida tovarni chiqara olmaydi. Sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lganmi? Bizda Premium Solar quyosh panellari kompaniyasida bunaqa muammolar kuzatilmagan. Chunki bizda skladimizda bor tovarga to'lov qildirib, tovarni chiqaramiz. Oldin tovarni ko'rib, keyin to'lov qilsangiz bo'ladi bemalol. Siz usta akalarimiz uchun qanaqa yengilliklar qilib bera olasiz? O'zi qanaqa tovarlaringiz bor? Ustanovchilar va optim oladigan oluvchilar uchun narx masalasida ular har doim olib keladigan bo'lsa, ularga eng arzon narxlarda qilib beramiz. Quyosh panellari, invertorlar, kabellar hamda qo'shimcha vositalar barchasini ulgurji narxda qilib beramiz. Hozirgi kunda skladingizda qanaqa tovarlar bor? Jinko, Longi Haymo X10, Longi Haymo X9, Roma Solar panellari bor hamda DA invertorlar va lider kabellari bor. Lider kabel. Narx masalalari qanaqa ekan? Bozor bilan solishtirganda qanaqa yutuqli tomonlaringiz bor? Bozordan ancha arzon qilib bera olamiz. Doimiy oladigan klientlar uchun eng ulgurji narxlarda xarid qilsa bo'ladi bemalol. Bo'ladi. Doimiy mijozlarimizga eng arzoni bizda. Siz bilan hamkorlikda ishlash uchun nima qilish kerak? Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsa, menejerlarimiz bog'lanadi, to'liq ma'lumot berishadi.